Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli baliqchibozlar, Chinoz baliq kanalining ashaddiy qadrli aziz muxlislar, bugun 2026-yil 2-mart haftani dushanba kuni Toshkent viloyati Chinoz tumani Chinoz baliq bozori kirib kelamiz. Okalar baliq bozori boshlangan. Ko'ryapsizlar. Bu baliq bozor M39 betonga yo'li mana. Shuni yonida joylashgan. Mana bu yoqqa kelsa Sirdaryoga ketiladi bu tomondan, bu tomonga qarab yurilsa Toshkentga chiqib ketadi, Toshkentga. Şu yo'lni bo'yida baliq bozori ochilgan, baliq bozor bo'lyapti. Qiziqqanlar uchun, so'raganlar uchun baliq bozor boshlangan. Soat 1:30 bo'lyapti, baliq bozor bo'lyapti, boshlangan mana. Baliq avjida. Buni yaqinda biz obzor qilamiz, ketdi birgalikda. Boshlangan, xudo xolasa, avjida. Talasuli baliq so'raganlar uchun talasuli balig'i yangi partiya keldi. Nagiz opamga mana. Bular bir tepaga, Nagiz opa 1 kilo, 1,5 kilo atrofida talasuli baliqlari. Katta partiyada. Nagiz opa, narxi qancha bo'lyapti buni? Qarang, 1 kilo 400, 18 beryapmiz. 18 beramiz. Bugungi narxi ob'yomga 17 beryapmiz. 17. Puli yengil. Ha, 8-9lar bor, 16 mingdan. Ozgina qopda u. Ozgina talash bo'lyapti. Talash bo'lyapti. Akalar qiziqqanlar bo'lsa, mana yashiklar olib qo'ying. O'rtog'imni yemang. Yashiklar olib kelib qo'yishgan, bozorga tayyorgarlik ko'ryapti, bozorga chiqib ketadi baliqlarimiz. Bugungi narxlar ham bu yoqda. Qancha ular narxi? Narxi opa, narxi qancha beryapti? 1,5 tepalar 33 mingdan beryapman. Opani o'zlari mana. Charchami. 3 kilogacha. 3 kilogacha. 2 tepalar deganim 33. 1,5 tepa 26 ming. Ha, 2 tepa 33. Bu 18 ming, kami bor. Mana, baliq yemaniga akalar kelaverasizlar, puli yengil Chinoz baliq bozorida. Sog' bo'ling, charchamang, bozoringiz bersin. Ham baliqlari bor, yoqsiz sazanlar keldi. Tirik mana. Hozir keldi. Sazanlar qancha bo'lyapti? Sazanlar xudo xolsa 1 tepa 42 mingdan kim olsa beryapti. 42 ming so'm kilosi, akalar mana. Yoqsiz sazanlar. Mana. Katta partiyada o'zlarining joyi bor mana. Bozorga kirish qismida, mana bozorga kirganinglarda tagida Nagiz opaning do'konlari bor. Kelib savdo qilaverasizlar. Charchamang, sog' bo'ling, Nagiz opa, kuningiz xayrli o'tsin. Charchamang opagina. Kelaveringlar opasiga. Mana men nomimda kelsanglar, internetdan, YouTubedan xudo xolasa internetda ko'rib, bonus bor ekan. Bozorga kirib kelamiz akalar, bozor boshlangan mana. Chinoz baliq bozori. Yaqindan video obzor qilamiz. Mana akalar hamma bozorga kelgan, savdo qilyapti. Kimdir olyapti, kimdir sotyapti. Hammani bozorini bersin. Assalomu alaykum. Karasga qiziqqanlar, karas yemaganlarga karasi mana cho'l. Kilosi qancha bo'ladi? Kilosi 12. Bittasi 300 gram, 200 gram chiqaradi. Demak 12 mingdan mamus maydaroq. 5 ming karas balig'i maydasi 5 ming so'mdan. Bugungi narxlar. Mana sazanlar qanaqa bo'ldi, sazanlar? 40 ming. Bular 1 kilomi? 1 kilo 200, 1 kilo. Yog'li yoqsiz. Yoqsiz qayerdagi baliq? Qo'rg'onchani baliqlari, okalari mana. Sveji olib kelingan. Bu talsorib. Sudaklar qancha bo'ldi sudaklar? 60 ming kilosi. Malades. Okalar, qiziqqanlar bo'lsa, sudak ham bor, sazan bor, karas bor, hammasidan bor. Charchamang, sog' bo'ling, savdolarni o'zi kuninglar xayrli o'tsin. Charchamang opa. Solo baliq yemadiganlar, qiziqqanlar uchun opa-solo, yaxshimisiz? Kayfiyatlar qalay? Charchamasdan. 20 ming kilosi necha kilolik bular? 1 kilo 200 tasoriblar 20 ming. Sveji bugun keltirilgan. Olgan odam mazza qilib yeydigan sazan tasorib baliqlari. Charchamanglar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli o'tsin. Charchamang opagilar. Assalomu alaykum. 55 ming so'mdanmi? Bular yog'li yoqsiz. Yoqsiz a bu. Yoqsiz. Necha kilolik bular? 2 tepa. 2 tepa sazanlar mana tirik. Nafas olyapti hammasi mana. Diqqat bilan nafas olyapti hammasi. 55 ming kilosi. Kami bormi, ko'proq bo'lgan? Taqalgan a? Optim narxi ekan. U qayeri balig'i? Qo'rg'onchili sazani. Qo'rg'onchadan olib kelingan sazanlar. Bu yerda hozir 100 kilo oshib, 100 kilo bor-a? 100 kilo atrofida. Charchamang, sog' bo'ling, savdoyingizni bersa, xayrli o'tsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, kayfiyat qanaqa? Bolalarni olsa qo'lingizga. Xudo xohlasa baliq yeganlar adashmishlar. Baliqning zo'ri, chempioni, nomer 1ni Chinoz baliq bozorida Mohira opamniki. To'ppa-to'g'ri. Mana ko'ryapsizlar. Bu necha kilo Mohira Bu opa? Ali Rakib yegan. Ali Rakib. Go'shtdan ham shirin baliq. Go'shtdan ham shirin, yegan odam og'zi eriydi. Eriydi. Bu necha kilolik bular? Bu 3 kilodan 5 kilogacha. 5 kilogacha. 65 ming so'm. Kilosi 65 ming. Narxi 90 minglik baliq. Mendan olib sotarlar 90 ming sotishyapti.
Yoqsiz, alirak qo'ying. Qaranglar mana baliqlarni akalar haqiqatdan zo'rlar ketdi. Yashiraga sovyapti, bozorga ketyapti, xudo xolasa baliqlarimiz olgan odam baraka topadigan, mazza qiladigan baliqlar, sazonlar shu yerda. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersin, kuninglar xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling. Qiziqqanlar uchun Afrika laqasi mana katta hovuzda ham bor, bu yoqda ham bor mana. Bular nechalik? To'g'ri bor. Hozir 1dan 2,5gacha Afrika laqalari. Eng shirin baliqdan biri turi. Narxlari qanchagacha bo'lyapti? 17 ming so'm. Bugungi narxlar 17 mingdan Afrika laqalari. Mana kurosda tortyapti orasiga. 30 kilo chiqadi baliqimiz, 30 kilo chiqib qo'ydi. O'qituvchi Xudo xolasa, bu bozorga. Assalomu alaykum. Quruq ayon kunlar bilan. Akalar, Afrika laqasini bu yoqda ikkinchi variant, to'g'rimi? Aka bu yoq yirik taraf. Yirik bor. Akalar yirik tarafga yiriklar bor, maydasiga mayda bor. To'g'rimi? Aka necha kilolik bular? Bular 2,5-3 kilo. 2,5-3 kilolik Afrika laqalarini zo'r bo'lgan. Zo'r. Narxi qanaqa bo'lyapti? Narx 18. 18 puli yengil. Yengil. Akalar puli yengil baliq yeman deganlar tamishiri. Bu yeng odam bilan. Yo'qsiz. Akalar bu tomonga o'tamiz. Bu mayda taraf. Bunisi 15 ming beradi. 1,5 2,5 ming. Akalar aksiya narxi ketdi bugun. Bugun olgan odam yutadigan. Chinoz baliq bozori kesinglar. Qoq markazida, baliq bozori Qoq markazida Yuragida ham bo'ladi. sotadi. Ismi kimdir? Ismim Dilmurod. Nima degan oilari o'zlari akamga sotishadi. Xudo xolasa har yili mana shu yoshlarniki. Kadastrlangan akamiz Xudo xolasa chempion baliqni zo'r sotadi. Olgan odam kam bo'lmaydi. Baraka topadigan baliq, yeb maza qiladigan baliq shu bo'ladi mana. Okalar mana. Kelmas. Mana akamiz o'zi ertimada charchamaydi. Sovuq demaydi, issiq demaydi. Bozorda xizmatda, xalq xizmatida. Olgan odam baraka topadi, to'g'rimi? Yudumalagan. Baliqni bombalari keladi, baliqni kattalari, yiriklari, dumaloqlar. Aka bu narx qanaqa bo'lyapti? Narxlari. Sen baqaga 44 mingdan. baqaga urmisan? Diyorlar. Görüşler 4 ming so'm. Bular necha kilolik bular? 2 tepa, 3 tepa. 2 tepa, 3 tepa, yog'li yoqsiz. Yog'i bor. Yog'i 15% bor, yog'i bor. Mana, o'kalar puli yengilroq. Ammo tepaga tepadagi. Tepadagi 45 ming. Okalar tirigi mana. Katta. Bu necha kilolik bular? Xuddi shuni tiriga. Okalar baliq bozoriga kelsanglar, Basragon topasizlar. Basragonda har doim baliq sevijisi, chempioni bo'ladi. Mana qarang, dumaloq. Bittasini o'tib ko'ramiz, interesga. Kattasini olib kel. Otlarni olib ko'ramiz. Kattasini olib qo'y. Oyoq. Ha, o'zi qo'ying. Okalar mana necha chiqdi? 4 kilo. Mana balig'imiz 4 kilo. Kilosi qanchadan? 45 ming. 45 mingdan yog'i o'rtacha. 15 foiz bo'ladi. Yegan odam maza qilib og'zida eriydi. Kelaverasizlar baliq savdogani Xudo xolasa baliq bozoriga. Baxtiyor aka shetda har doim. 12 oy chempion joylari. Akalar, ikki bozorga kirganinglarda, mana shu joy akamizga. Charchamanglar, sog' bo'ling, savdolarni bersin. Akalar, baliq kelyapti. Qolurni ajratib beradi. Svijilar keldi, akalar. Svijilar. Burlarini ye. Mana akalar. Joni o'g'lar shuni qarang, shuni qarang. Hozirlaniki, Shavkat. Hozir kampirlar.